Butun dunyoni kim boshqaryapti hozir? Kim boshqaryapti? Erkaklar boshqaryapti. Faqat oilani boshqara olmayapti xolos. Butun dunyoni boshqaryapti. Oilani biz tizginni ushlab olganmiz. Prezidentlar ham erkaklar, harbiylar ham erkaklar, snayperlarda ham erkaklar, to'g'rimi? Chegarada erkaklar, to'g'rimi? Eng qiyin ishlarda erkaklar, tank mingan erkaklar. Lekin oilada biz shuni buxlashtirib yotibmiz ayollar. Oilani eplay olmasdan erkakka topshirish kerak, orqasida turish kerak. Erkakka topshirish kerak, orqasida turish kerak, tamom. Bilmagan joyini o'rganib turish kerak, bo'ldi. Topshiring muammoni, topshiring. Hozir dadang bilib qolsa deb turib hayiqtirib qo'ymaysizmi? Hozir dadang bilib qolsa deb hayiqtirib qo'ymaysizmi? Meni ham qo'shib urishib qo'ying deb qo'ying eringizga. Bolalaringizni eringizdan hayiqtirib olmasangiz, itdan ham hayiqtirib